Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan son chanoq bo'g'imida ko'p uchraydigan muammolardan biri, ya'ni son suyagi boshchasining aseptik nekrozi, ya'ni aseptichеский nekroz головки бедренной кости haqida suhbatlashamiz. Uni sabablari, kelib chiqish mexanizmi va MRTda qanday ko'rinishi haqida albatta suhbatlashamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu bemorimiz 49 yoshli erkak kishi. Ikkala son chanoq bo'g'imida ham og'riq mavjud, lekin o'ng son chanoq bo'g'imida kuchliroq. Bunga sabab esa mana o'ng son suyagi boshcha qismida kuchligina aseptik nekroz ko'rishimiz mumkin. Chunki mana sog'lom suyak oppoq rangda ko'rinadigan bo'lsa, mana chanoqdagi vertложный впадина, ya'ni kosaga yaqin bo'lgan, eng yukimiz ko'p tushadigan son suyagining markaziy qismida, o'sha tepa qismida mana qop-qora bo'lib yemirilyotibdi. Ya'ni bu perilomga uchragan, impressiv, ya'ni ezilib singan qismlari. Mana chap tomonimizda ham xuddi shu holat, faqat nisbatan jicha kamroq. O'zi aseptik nekrozda kelib chiqish mexanizmida o'sha son suyagiga, boshchasiga boradigan qon tomirni yopilib qolib, tromplanib, qon oqimi buzilgandan keyin, qon orqali oziq moddalar bormagandan keyin o'sha son suyagini boshcha qismi sekin-asta yuk, o'sha nagruzka, bizni tana vaznimiz, harakatlarimiz tufayli sekin-asta sinib, maydalanib ketishi yotadi. U singan sari bizga keyin og'riq beradi. Bu singan zonalari, bu vertложный впадина, ya'ni chanoqni kosa qismlarini zararlab, unga ham yana qo'shimcha og'riq beradi. Bu yerda subxondralniy kistalar hosil bo'lib ketadi. Xullas kalom, muammo sababi qon oqimi pasayadi, oziq modda kelmaydi va shuni hisobidan impressiya bo'lib, perilom bo'lib ketadi. Ya'ni son suyagini boshchasi maydalanib, majag'lanib, sinib ketaveradi yurgan sarimiz. Mana endi qaranglar, ko'ryapsiz, oppoq zona, bag'i qop-qora, g'alati. Hozir sizlarga sog'lom son chanoq bo'g'imini ko'rsataman. Qaranglar farqini. Ko'ryapsizlarmi? Mana vertilniy zona, mana sheyka, mana головка oppoq, bir xil rangda. Однотонный, hech qayerda qora dog'lari yo'q. Mana shunaqangi bo'ladi o'zi asli sog'lom son chanoq bo'g'imi. Endi son chanoq bo'g'imida aseptik nekroz rivojlandimi, boshcha qismida son suyagida bo'ldi. Baribir operatsiya bilan tugadi. Hozir sizlarga ko'pchilik misol uchun rekanalizatsiya, ya'ni tunnelizatsiya yoki mana yerda qorindan yog'ni olib SVF terapiya, bioimplant deb sizlarga kachat qilishyapti. Plazma terapiya yoki gialuronoviy kislota buni ichiga jo'natish. Uni hech qanday afsuski foydasi yo'q. Bemorlar, to'g'ri tushuninglar, xafa bo'lmanglar. Men sizlarga umidlarni sindirib, agar o'sha narsalarga ishonib turgan bo'lsalaring, umidlarni sindirib kayfiyatlarni tushirish emas. Sababi, misol uchun deylik, tashqaridan teri orqali o'sha bo'g'imda ichiga qanaqadir bironta modda, dori vositasi, o'zingizni yog'ingiz deylik, plazma yoki gialuronoviy kislota nima deb jo'natmoqchisiz va bunda qandaydir aseptik qoidalarga, ya'ni o'sha jo'natish jarayonida tozalikka rioya qilinmadi va shetga infeksiya tushirib qo'yishdi, son chanoq bo'g'imiga deylik. Siz u doktor bilan 1000 yil sudlashing ham baribir u sizga o'sha yiringlagan bo'g'imingizni yana oldingi holatiga qaytarib bera olmaydi. Yiringlagan bo'g'imga endoprotez qo'yish to'g'risi gap bomba bilan o'ynash bilan barobar. Chunki yiring baribir o'sha yerda qanchadan miqdorda qoladi, yiringlab ketishi mumkin, yana uni olib tashlab spacer qo'yish kerak, undan keyin yarim yil, 1 yil yurib yana revizionni endoprotezga olish kerak. 3 marta, 4 marta operatsiya bo'lyapsiz, joningiz sizni qiynalyapti. Shuning uchun ham eng yaxshi varianti aseptichеский nekroz bo'ldimi? Xo'p, og'rig'ingiz bo'lmaydi. Sal chidasa bo'ladigan, misol bitta og'riq qoldirish tabletka ichyapsiz-da, shu bilan 2-3 kun yuryapsiz. Mayli, o'sha og'riq qoldirish tabletkangizni iching, kalsiy tabletkalaringizni ichib turing, vitamin D3laringizni iching, fitin iching, vesingizni kamaytiring. Xullas kalom, son chanoq bo'g'imizga ukol qildirmasangiz bo'ldi. Xohlagan doringizni iching. To'g'risi gap. To'g'ri, ulardan bir sehrli foyda bo'lmasligi mumkin, но хотя бы psixologik pomosh bo'ladi sizga. No, aseptichеский nekrozni davolab oladigan dorisi chiqmagan. Men iloji boricha shu son chanoq bo'g'imi aseptik nekrozini, son suyak boshchasini aseptik nekrozini davolovchi konservativ, ya'ni operatsiyadan boshqa yo'llaridan tabletkalar tarafdoriman iloji boricha. Shu bo'g'imga ukol qilishga qarshiman. Sababi infeksiya tushib qoladigan bo'lsa, keyin bir umrga sizga endoprotez qo'ya olmay qolishimiz ham mumkin даже.
Endi aseptik nekroz, og'riq o'ta kuchli, har kuni og'riq qoldiruvchi dori olishga yoki ukol qilishga majbur bo'lib qolyapsiz. Unday holatda lучше endoprotezga ko'ning, rozi bo'ling. Chunki endoprotez qo'ydirdingiz, og'riqlardan butunlay qutuldingiz, sog'lom odatiy hayot faoliyatingizga qaytdingiz degani bu. Xo'p, endi endoprotez qo'yish jarayonida bunday narsaga e'tibor bering. Eng zo'r endoprotez degan narsa yo'q, afsuski. Hamma protez o'z yo'lida yaxshi. Eng avvalo yaxshi travmatolog ortoped xirurgni toping. Chunki misol uchun zo'r endoprotez, qimmat endoprotezda ham dabdala qilib noto'g'ri qo'yish mumkin. Lekin sredniy, o'rta narxdagi endopratezda ham chotka qilib graduslarni hamma narsasini zo'r qilib qo'yadigan bo'lsa, o'sha endoprotez uzoq yil konkret xizmat qilaveradi. Vrachga borib turib, menga именно mana firmanikini qo'yib ber deyish ham noto'g'ri. Sababi har bitta vrachda o'zini qo'li o'rgangan, instrumentlariga tushungan, o'ziga diliga yoqadigan implant turi bo'lishi mumkin. Misol uchun kimgadir Stryker, kimgadir DePuy, kimgadir Meril, kimgadir Zimmer. Shuning uchun siz eng avvalo eng zo'r implant yoki eng zo'r klinika, hali sharoitlari dahshat emas. Siz eng avvalo eng yaxshi travmatolog xirurgni topib qildiring. Gap yoshda ham emas. Misol uchun 60-70 yoshli travmatolog eng zo'ri degani ham emas. 30-40 yoshli bo'lib turib, o'sha 60-70 yoshli odamdan ham optni xirurglarimiz, travmatologlarimiz bor. Xo'p, endi shu o'rinda protezlarimizda ham turi ko'p. Ularni boshqa videolarda yana tushuntirib o'taman. Sizlarga qisqa qilib, lo'nda qilib mana shu haqida, mana septik nekrozda MRTda qanaqa ko'rinishi haqida aytmoqchi edim. Agar sizda shunaqa belgilar, son chanoq bo'g'imda og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, Telegramdan MRT diskleyzi arxiv ko'rinishi tashlaydigan bo'lsangiz, pulli onlayn konsultatsiya qilib berishim mumkin.